endi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Bugungi 7-chaqiriq xalq deputatlar Nurafshon shahar kengashi 23-sessiyasida xalq deputatlari Nurafshon shahar kengashiga saylangan 20 nafar deputatlardan 15 nafari ishtirok etmoqda. 5 nafari ularning uzrli sabablarga ko'ra 5 nafar deputatlar ishtirok etmayapti. Kvorum mavjud. Sessiya ishida hokim o'rinbosarlari, tegishli tashkilot, korxona rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etmoqda. 7-chaqiriq deputatlar Nurafshon shahar kengashini 23-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar yo'q, taraflar yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, biz sessiya kotibi saylov olishimiz kerak. 6-saylov okrugida saylangan deputat Hakimov Rahmonbek Sarvarbekovichni sessiya kotib etib saylash taklif kiritilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Taklif qilingan nomzodni qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'raymiz. Rozilar, qarshilar yo'q, taraflar yo'q. Taklif birozdan qabul qilindi. Deputat Hakimov Rahmonbek Sarvarbekovich joyingizni egallashingiz mumkin. Hurmatli deputatlar, bugungi 7-chaqiriq xalq deputatlari Nurafshon shahar kengashini 23-sessiyasi kun tartibini
tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga ikkita masala kiritilmoqda. Nurafshon shahrida yoshlar uchun yozgi ta'tilni mazmunli va samarali tashkil etishga qaratilgan dolzarb 90 kun chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash to'g'risida Xalq deputatlar Nurafshon shahar kengashining 13-saylov okrugida saylangan deputatni vakolatini muddatdan ilgari tugatish to'g'risida taklif etilayotgan kun tartibidagi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Yo'q. Yo'q bo'lsa, kun tartibini ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruza uchuvchi 10 daqiqagacha, so'zga chiquvchilarga va munosabat bildiruvchilarga 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 3 daqiqadan 5 daqiqagacha vaqt beriladi. Boshqa takliflar bormi? U holda ovozga qo'yaman. Qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Reglament birozidan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masalani ko'rishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 24-moddasiga asosan Nurafshon shahrida yoshlar uchun yozgi ta'tilni mazmunli va samarali tashkil etishga qaratilgan dolzarb 90 kun chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash to'g'risida masala kun tartibiga kiritilgan. Ushbu masala ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha qonuniy komissiyasi tomonidan ko'rib chiqilgan va tegishli qaror qabul qilingan. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z shahar hokimining o'rinbosari Shohimjon Xoliqovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar, aziz yoshlar. Vaqt ajratib masalamizni ko'rib chiqish uchun yig'ilgan sizlarga avval rahmat. Tezliklar, bu savol bersin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbarining 2026-23 maydagi topshiriq xati O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bandligini ta'minlash, kasb-hunarga o'qitish, ma'naviy saviyasini yuksaltirish hamda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etishga qaratilgan farmon va qarorlar, shuningdek Vazirlar Mahkamasining tegishli topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida Nurafshon shahrida yozgi ta'tilda yoshlar bilan ishlash bo'yicha dolzarb 90 kun dasturi asosida keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan shahardagi 4-13-57 ta'lim maktablari bazasida sog'lomlashtirish maydonchalari tashkil etilib, har birida 100 tadan jami 300 ta bola qabrab olish reja qilganmiz, bu bo'yicha ishlar boshlangan. Mazkur maydonchalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni sport, madaniyat, san'at, kitobxonlik, axborot texnologiyalari, kasb-hunar va vatanparvarlik yo'nalishlarida keng jalb etish maqsadida haftaning har bir kuni alohida mavzu va yo'nalishlar asosida tadbirlar tashkil etilmoqda. Davlat rahbarining topshirig'iga asosan Nurafshon shahrida yoshlarning yozgi ta'til davrini mazmunli tashkil etishga qaratilgan 90 kun amaliy tadbirlar dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, uning ijrosini samarali tashkil etish maqsadida dastur tasdiqqa kiritildi. Ushbu dasturda yoshlar uchun yozgi kasblar ko'riklari, chempion tadbirkorlar bilan muloqot, mahallalardagi ishsiz va mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'rgatishga qaratilgan yoshlar 1+1 dasturi, milliy jamoa o'yinlari, yoshlar tashabbuslari marafoni, sport yo'nalishidagi musobaqalar, 5 tashabbus olimpiadasi doirasida zamonaviy kasblar va kitobxonlik yo'nalishidagi tanlovlar, O'zbekiston bog'ida rasmlar ko'rgazmalari, mushoira kechalari, intellektual o'yinlar, turli viktorinalar, diskoteka va gala konsertlar, yoshlar sport marafonlari, shahar bo'ylab ichki turizm sayohatlari, tarixiy obyektlarga ekskursiyalar, kino kechalari, yoshlar o'rtasida musiqa, raqs bo'yicha talant shou loyihasi, tabiatni asraylik ekologik blogging aksiyalarini o'tkazish rejalashtirilgan. Bu tadbirlarimizni boshlab olganmiz. Birinchi kundan boshlab kunigacha yoshlar blogging ekologik aksiyani kecha karaoke yoshlar karaoke bo'yicha tanlovlardan bo'lib o'tdi. Bu ishlar amalishdan boshlab olganmiz.
ushbu dastur ijrosini samarali tashkil etish maqsadida dastur xalq deputatlari Nurafshon shahar kengashi tomonidan tasdiqlab berishingizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, endi muzokaraga o'tsak, munosabat bildirish uchun so'z Xalq deputatlari Nurafshon shahar kengashining doimiy komissiyasi raisi Hamid Usmonboyevga beriladi. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar. Haqiqatda hozir 90 kun bizga yangilik emas. Biz avvalgi yilda ham bu bo'yicha ishlaganmiz, tajribalarimiz bor. Hamma maktablar, mahallalar, yoshlar yetakchilari bo'yicha amal tajribasi bor. Biz doimiy komissiyaga ko'p chiqib ko'rganlikda haqiqatda aynan kerakli mashg'ulotlar qo'yilgan. Har bir hafta o'zini nomi bilan belgilangan. Har bir haftaning kuni o'zini mashg'ulotlari, o'tadigan rejalari o'sha vazirlik tavsiyasi bo'yicha belgilangan. Bu bo'yicha har bitta maktablarda rejalarni ko'rib chiqdik. O'sha rejalar mos keladi. Tuzilgan rejalar mos keladi. Mahallalardagi dolzarb 90 kun tadbirlarimizda mana shu yoshlari bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga qaratilgan tadbirlardan hammasi foydalangan. Doimiy komissiya tomonidan bo'lib bo'lgan chiqib yig'ilishga gaplashdik va hurmatli deputatlar mana shu qaror loyihasini tasdiqlab berishlarini Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala yuzasidan ma'ruzachiga hamda doimiy komissiya raisimiz tomonidan bildirilgan fikrlarni eshitdik. Ma'ruzachiga savollarimiz bormi? Savollar yo'q. Mana bu yerda dastur bilan hozir tanishib chiqdim. Dastur qarshi nima qilingan, lekin o'sha farzandlarimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki ishlarga biron bir nima yuklatilmagan punkt. Mana masalan, ekskursiyaga borish bor, to'g'rimi? O'sha masalan o'sha tadbirlarni o'tkazgan paytda xavfsizligini ta'minlash. Xavfsizligini o'ylashimiz kerak. Shu bitta punkt kiritilsa, hurmatli rais, hurmatli deputatlar, mana shu taklifim bor. To'g'ri punktni yo'q kutmaganmiz, lekin uni xatini qilib, mashg'ulot tadbirlarimizni ilova qilib, qaysi kundan qaysi tadbirimiz bo'ladi, aynan safarajlar yoki qo'riqlash xizmatida qaysi kun kerak bo'lishi bo'yicha uni xatni ketganmiz. Agar yana kirishingiz mumkin bo'lsa, shu tarafga kecha mana shunday tadbir bo'ldi, hurmatli rais. Maktablarni Toshkent shahrida sayohat qilib olishdi. Demak, bu tadbirdan tashqari belgilangan har bilan chiqib saqlashlanadi. Endi yana qanaqa savollar bor? Savol shu 4-chi, 15-chi, 7-chi maktabda sizlarga taklif shuni bolalarni chiqarmasa, so'ng vazifa kimga o'tkazadi? Qanaqa bo'ladi? Jo'rada bo'yicha ovqatlantirish bo'lib tutilmagan. Lagerlarni maktabdagi lagerlar soat 12:00 tayinlangan. Undan tashqari sayohat kunlarini, sayohat kunlari aynan boradigan vaqtimizga bolalarni chaqirib Sog'lomlashtirish maydonchasi. Lager emas. Demak, lager yo'q. sog'lomlashtirish maydonchasi. Sog'lomlashtirish maydonchasi. O'shanga qaror yana kimda savollar bor? Agar savollar bo'lmasa, hozir mana taklif bildirilyapti. Mana ham bitta taklif bor edi. Shohibga mana shu qarorda topshiruvda administratsiyadan kelgan topshiruv ham har oyda administratsiyaga ma'lumot kiritib borish qilingan agentlikka, respublika tashkilotlarga axborot. Xuddi shuningdek, bizga ham har oyda amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan doimiy komissiyaga Usmonboyevga axborot berib tursangiz, ular ko'rib chiqib, qanaqadir muammo yoki taklif yoki boshqa masalalar bo'ladigan bo'lsa, o'shani sessiyaga kiritishga imkoniyat bo'ladi. Bu birinchi taklifim bo'ladi. Ikkinchi taklifim qaror loyihasida
biz inobatga olib ketamiz. Agar hurmatli deputatlar rozi bo'lsanglar, o'tkazilayotgan tadbirlarga har bir shu mahalla bo'ladimi, tuman tadbiri bo'ladimi, ta'lim muassasasi bo'ladimi, umuman yozish, kun mavzusi doirasida o'tkaziladigan tadbirlarga tegishliligi bo'yicha deputatlarni ham taklif qilib, o'sha joyda ishtirokini ta'minlasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Deputatlardan ham iltimos bo'ladi, o'sha joyga borganda shu deputatlarimiz yoshlar bilan ular amalga oshirilayotgan ishlar, umuman yoshlarga yaratilayotgan sharoitlarni, muhtaram prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan sharoitlarni, qolaversa mana kuni kecha yana yengilliklar bo'ldi, tadbirkorlarga ham, talabalarga ham, boshqalarga ham juda ham ko'p yosh tadbirkorlarga ham yengilliklar bo'lyapti. O'shalarni ham aholimizga, yoshlarimizga targ'ib qilishda, yetkazishda o'zlari yordam bosh bo'lib o'sha yerda birgalashsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli deputatlar, agar boshqa savollar bo'lmasa, bildirilgan taklif mulohazalarni inobatga olib, kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa, bildirilgan taklif va fikrlarni inobatga olib, qo'shimcha qilib, qaror loyihasini tasdiqlashni ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Kun tartibidagi masalani ikkinchi masalani ko'rishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi 2024 yil 2-dekabrdagi haq deputatlari viloyat tuman shahar kengash deputatlari maqomi to'g'risidagi qonunining 3-moddasi hamda O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunining 29-moddasiga asosan haq deputatlar maxsus shahar kengashiga 13-saylov bilan saylangan deputat Qilichxon Mahmudjonovning deputatlik maqomini tugatish to'g'risidagi masala kun tartibiga kiritilgan. Ushbu masala ham reglament va deputatlik odobi, odob axloqi masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan ko'rib chiqilgan va tegishli qaror qabul qilingan. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z haq deputatlar shahar kengashining reglament va deputatlik odob axloq masalalari bo'yicha komissiya a'zosi To'laganimga beriladi. To'laboyev. Rahmat, hurmatli deputatlar, endi muzokaraga o'tsak, kimda qanday taklif yoki savollar bor? Agar kun tartibidagi masala yuzasidan ma'ruzachilar, yangi munosabat bildirgan doimiy komissiyamiz a'zosini bildirgan fikrlarni eshitdik. Lavozim ham Ilhom Mahmudjonovich bilan gaplashdim, arizalarni berdilar. Boshqa ishga o'tganliklar munosabati bilan kecha o'sha yangi ishga o'tgan joylarni ham tanishtirib qilindi.
o'zlarini roziliklari bilan shu deputatliklar yetish bo'yicha o'zlari ham rozilik bildirdilar va ariza berdi. Shuning uchun bu narsa doimiy komissiyada ko'rib chiqilib qaror qabul qilingan. Agar kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi ham tayyorlangan, agar shu sizlarga tarqatilgan ushbu qaror loyihalari agar ma'qul bo'lsa, tarqatilgan masalalarda qo'l ko'tarib tasdiqlashinglar so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibiga kiritilgan masalalar barchasi ko'rib chiqildi. Bugungi sessiya kotibi tomonidan sessiya yakunlari yuzasidan axborot tayyorlangan. Axborot bilan tanishtirish uchun so'zni Hakim Kalonbekka berildi. Marhamat. Bugungi shahar hokimligi qarorgohi kengashining 23 sessiyasida kengashdan saylangan 20 nafar deputatdan 4 nafari ishtirok etdi. Turli sabablarga ko'ra 6 nafar deputat ishtirok eta olmadi. Forum ta'minlandi. Sessiya ishida shahar hokimiga tegishli o'rinbosarlari, hokimiyat mudiri, hokimiyat boshqa ra'islari, shahardagi bo'lim korxona tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari ishtirok etdilar. Sessiyada O'zbekiston Ekologik partiyasidan saylangan deputat Hasan Sanjar Rashidovich sessiyadan xabardor bo'la turib sababsiz ishtirok etdi. O'zbekiston Adolat va demokratik partiyasidan saylangan deputat Abdug'affor Abbos Abdullo'g'li sababli Jizzax viloyati Zomin tumanida xizmat safariga ketgani sababli kengash raisiga bildirgi kiritilgan. O'zbekiston Liberal demokratik partiyasidan saylangan deputat Isfan Muhammad va Xalq demokratik partiyasidan saylangan deputat Niyoz Xayriddin ham sababli Xalq deputatlari muvaffaqiyat kengashining 23 sessiyasi tartibiga ikkita masala ko'rib chiqildi. So'z navbatini sanoq komissiya raisi Dilobor Safarova beradi. Xalq deputatlari Nurafshon shahar kengashining navbatdagi 22 sessiyasi sanoq komissiyasining xulosasi. Bugungi 7-chaqiriq Xalq deputatlari Nurafshon shahar kengashining 23 sessiyasida kengashga saylangan 20 nafar deputatdan 14 nafar ishtirok etdi. Huzurli sabablarga ko'ra 6 nafar deputat ishtirok etgan. Forum ta'minlandi. Sessiyada raislik qiluvchi tomonidan har bir masala ovozga qo'yildi va e'lon qilindi. Sessiyada ovoz berish jarayonida barcha deputatlar ko'rinib turdi. Har bir masala yuzasidan bir ovozdan rozilar degan savolga qo'llar ko'tarilib ovoz berildi. Ovoz berish natijasi qayd etib borildi. Kun tartibidagi ikkita masala yuzasidan qatnashgan 14 nafar deputat har bir masala yuzasidan bir ovozdan rozilar savoliga qo'l ko'tarib ovoz berib, qarshilar betaraflar bo'ldi. Sessiya kun tartibi bo'yicha ikkita masala ko'rib chiqildi. Sessiya davomida reglament tartib qoidalari buzilish holatlari kuzatilmadi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiyani olib borish yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Agar takliflar bo'lmasa, yo'q bo'lsa, Xalq deputatlar Nurafshon shahar kengashining 23 sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman va barchangizga sihat salomatlik va muvaffaqiyatlar tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat.